Prezidentimizning 49-sonli qaroriga asosan og'ir mahalla hududi sifatida tanlab olingan Birlashgan mahallasi hududida qariyb 3 milliard so'm mablag' hisobiga umumiy uzunligi 6,5 kilometr masofadagi ichki ko'chalarga asfalt yotqizish ishlari amalga oshirilmoqda. Albatta, ushbu ravon yo'llar mustaqilligimizning 35 yillik arafasida bo'layotgani mahalla fuqarolariga bayramga munosib tuhfa bo'lmoqda. Assalomu alaykum Fahrin aka. Mana bugun Birlashgan mahallasida katta bir nima deydi? To'yona desak ham bo'ladi. Mustaqilligimiz 35 yilligida mahalla fuqarolarimiz kayfiyati qanday? Muhtaram Prezidentimizning 49-sonli qarorlariga asosan biz mahallamiz ham og'ir tutga tushgan edi. Mana ishlar boshlanib ketdi. Mana mahallamizni bo'layotgan ishlarni ko'rgan fuqarolarimiz kayfiyatlari juda a'lo darajada. Mana o'zlaring ham ko'rib turibsizlar, mana juda ham chiroyli, manzaramiz birdaniga o'zgardi, qiyofasi mahallamiz yanada ham ko'rkamlashib ketdi.